Shu unashtirilgan qizim deydi, meni aytganimni qilmaydi deydi. Qarang. Unashtirilgan qizim deydi, meni aytganimni qilmaydi. Menga quloq solmaydi, menga qayerga ketayotganligi haqida hisob bermaydi. Hatto hisob emas, mayli, hatto izvestnostga qo'ymaydi deydi. Agar gapirsam, urushsam, janjal qilsam, akalariga aytayapti, akalari kelib menga gapirishyapti deyapti. Sen hech kimsan, sen hali unashtirilgansan, seni gaping o'tmaydi. Nima uchun bunaqa gapiryapsan deb menga gapirishyapti dedi. Voy, men hayron, men shokda, yigitlar, yoshlar, bu nima bo'lyapti, voy? O'zlaringizga kelinglar, sizlar erkak kishi bo'lib tug'ilgansizlar, voy. Erkak, jalab, mujik sizlar tug'ilgansizlar-yu. Nima uchun bunaqa povodni berib qo'yapsizlar bunaqa? Oyoqlaringning orasida yaytsa bor.